Yarali kolit bu qanday kasallik? Yo'g'on ichak yarali koliti bu autoimmun kasallik bo'lib, ya'ni organizm o'zini yo'g'on ichak shilliq qavatini begona deb bilib, unga qarshi kurash olib boradi va natijada yo'g'on ichakda eroziyalar, yaralar kelib chiqadi. Bemorlarni nima bezovta qiladi? Ich ketish, shilliq ajralishi, qon kelishi hamda yiringlar ajralishi bilan ketishi mumkin. Yarali kolitni vaqtida davolamaslik juda ham og'ir asoratlarni keltirib chiqaradi. Bu asoratlardan birinchisi bu ichakdan profus qon ketishi. Ikkinchisi esa ichakda yaralarni teshilishi. Ya'ni qorin bo'shlig'iga axlat hamda yiring massalarini tarqab ketishi kabi asoratlar kelib chiqishi mumkin. Bunda organizmda kuchli intoksikatsiya bo'ladi hamda bunday holatlarda biz operativ davoga majbur bo'lamiz.